Hop, bizda yana bitta xolodilnik morozilka kelgan. Buni ahvoli ancha shaltaqdi. Bir qator yuvib tozalab yubordik. Bu yerda ham muammo. Kompressorimiz ketgan. Hop, kompressor almashtiramiz. Kompressor olib kelganmiz. Asosiysi u chechka bo'lmasa bo'ldi. Hop, biz borib tekshirganda chichqonlar ham ancha nima qilgan ekan, kirib mashinalarni ancha g'ashishgan. Sekin ko'ramiz joylarini. Chechka bo'lmasa bo'ldi bizga. Buni oqtarish kesib oldik. Gazi bor ekan. Bunday qilib o'chiramiz. Boshdan artib olamiz. Gazi bor shuning uchun payka qilmaymiz, hushyor bo'lasizlar. Albatta kesib vakuum qilib yuboriladi, keyin paykadan chiqariladi. Bo'lmasa ko'rlaysiz, davleniyada gaz bor, bilib otishi mumkin. 600 lik gazlarda shunaqa hushyor bo'lamiz. Xolodilnikimizni zapravka qilyapmiz. Biroz kech bo'lib qoldi. Xo'p. 600 lik gaz. Zapravka jarayoni. Virajlarimiz. Quruq bir Jumaytlar o'sha muzlashni boshlagan. Sekin aylanyapti. Kuzatamiz sekin. Xolodilnikimizni pashti zapravka qilib oldik. Hozir bir o'lchab ko'ramiz. Tak, -14. -20. So'chishlari zo'r, xohlasa. Topshiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.